Ertalab xo'roz tuxum qo'yishdan oldin uyg'onib shundoq soatga qarasam soat 6:30. O'y Dilnur, kech qolasan, hozir tez tayyorlanmasak maktabga dedimda, sraz yuz qo'llarimni yuvib, o'zimcha rezultat kutib, bez bigudi qilgan cho'lkamni sekin shundoq rezultat kutib yechuvdim. Keyin cho'lkam kayfiyati yomon bo'lsa menga nima, zato meni kayfiyatim yaxshidek, kayfiyatim buzmasdan sraz dumaloq fe'llik taroqli dumaloq o'sha bilan avval tepaga, keyin ikkiga ajratib bu yonini alohida tepaga, bu yonini alohida tepaga qilib aylantirdim. Shunday shu dazmolni utujokni ipi ham jonga tegayapti. Keyin kiyinib sraz maktabga ketdim. Keyin maktabda olimpiadaga tayyorlanib kutubxonada o'tirdik. Kutubxonada bitta videolar oldim. Keyin adabiyotni o'qib o'tirdim. Keyin esa sizlarga yangi reels chiqaryapman. O'sha reelsga tayyorlanib mana bunaqa jadvalcha qildim. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa ertaga joylayman. Keyin bo'lsa ozginchagina darslarimni qildim. Jadvalni mana bunaqa qilib to'ldirasizlar deb sizlarga ham ko'rsatib qo'yapman. Keyin darsimni qildim, keyin shu bilan ovqatlandim, keyin esa uxladim. Bo'ldi, bugungi video shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, yoqmagan bo'lsa boshqadan ko'ring. Bilaman ko'p gaplarimni 2 martadan, 3 martadan qaytarib oldim. Tez gapirgan bo'lsam uzr, bo'pti. Bay bay.